Assalamu alaykum Sharqi Turkistonlik aziz qarindoshlar. Yaxshimisizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tarafidan ta'sis qilingan To'r televiziyasining bugungi programmasiga xush keldinglar. Men bugungi program riyosatchisi Shakrizod G'ayrat bo'lman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqirqi va sahifaxonligi bilan 11-oyning 8-kundan 10-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida Dünya Uyghur yaşlarının qarindoshlik va hamkorlik uchrashuvi degan nomda maxsus ilmiy muhokama yig'ini chaqirilgan. Yig'inga 18 davlatdan 60 nafardan ortiq Uyg'ur yoshlar vakili qatnashgan edi. Tuvanda Dünya Uyg'ur qurultiyi yoshlar komitetining mudiri G'ayur Qurbon apandimning yoshlar yig'inida qilgan yepilish nutqini diqqatingizga sunamiz. Assalamu alaykum, hurmatli peshqadamlar, hurmatli aqllar, hurmatli kadrlar. Biz o'tganki 3 kundan buyon sizlarningki biz uchun ichib bergan mustaqillik, hurriyat yo'li to'g'risida biz shu 18 yaqin davlatdan kelgan 60 ga yaqin jangovar o'g'il qizlar vatanimizdagi ulug' vatanimiz Sharq Turkistondagi büyük müstakillik ve öğrenliki için bir yerde çok hızlı ifade bir yerde yaşlarımızdaki kızgınlık imtihan çukur oldu. Qarindoshlarimiz elbette biz bir yere akıllıç münasebet oldurup gelmek istedik. Biz özümüzden programımızı biraz zek orlaştırgan boğaçka ve bu yaşlarımızdaki kızgınlık nahit çukur olan boğaçka bu kızgınlıklarını töpsük su koymay şunu takım ravajlandırış için biraz keşke kalkalda toğuşan gençler. Biz bu 3 günlük faaliyetimiz jarayonida shundoq 3 narsani amalga oshirdik deb o'ylayman, yig'inchoqlar. U olsun biz shu qimmatli vaqtimizdan foydalanib, shu butun Sharq Turkiston vatanimiz Sharq Turkistonning sirtidagi muhojirat yashayotgan Uyg'ur yoshlar jamoasi orasida ularningki jangovar o'g'il qiz vakillar orasida do'stlik, qarindoshlik mehrini o'rnatdik, tushunish hosil qildik. Bu bizdeki bir yerdeki sizlerge vermek olan bizdeki kıymetli tutuklarımızın dışında oylayman. Çünkü bu dava boşuna qarindoshlik, özara hamkorlik, beraberlik, özara ittifaqlik asılı bo'lgan narsa. Shuning uchun men bu bütün xushalik bilan shuni deyalaymanki, biz bu natijamizga erishdik deb o'ylayman. Ikkinchidan biz bu yerda biz bir qancha shu davoyimizdagi hozirgi taraqqiyotdagi bir qancha senaryolarni bir qancha senaryolarni ko'rdiga asosda o'sha xalqimizdagi beshir kelayotgan kulfatlarni azaytish uchun o'lik yo'limizni texnik qisqartirish uchun qo'limizdan kelgan qanday ishlarni qilamiz degan amaliy narsalarni amaliymasdan o'ylash orqali bu yerda 5 cho'ng bir nimani 5 cho'ng konkret fikrni ko'rdiga asosda özara fikirleş ifade ve bir yerde vurgulanan kıymetli şu zaman bulmaz şu hazırlıkta davayımızda takım paylık yaptırgan emine ezil bolda konulan programlar oldu. Bu arkalar qarindoshlar oturusida imkoniyatli şekillendi ve inşallah aldığımız günlerde şu oylanan işlerimizden bu muhallığı bir yer işçisideki emek açlıqalıqqa çok kesin şencim var. Bu ikinci hukukumuzdan parayman. Üçüncü hukukumuz olsa bir yerde dünyanın erkeklerinin gelen qarindoshlarimiz ki bu sebepte bu ulug'vor davada özden yalnız emasligini büyük Sharq Turkiston davasındaki mücadelesindeki yaşlı adamlar kelgan vaqtida texnik rivojlanganligini, özünün davasındaki meşhurligi o'chib qolmaydiganligini, o'zidagi ishonchi, jasorati, qaysarligi kuchaydi ve inşallah biz shundoq beraberlik, ittifoqlik ve ittifoqlik asosida biz davoyimizni buldiki texnik yaxshi javoblantirib inşallah bizning ishimiz sizlarga yetib bo'lguncha ulug' Sharq Turkistondagi o'rniki ve mustaqillikni qo'limiz oladi bir qat'iy ishonchimiz bor. Sizlarniki albatta bu jarayonda biz shu narsani bo'lib ketdikki bu davo taraqqiyoti degan kagicha oz bo'lmagan bir jarayon biz o'tdi. Sizlerdek intayin qadrlik akıdırımız ve adırımızdaki açkan yoldurulan bilgen kadar davayımızı düşünüşü muvaffak olduk ve şurada altı olduğumuz bir kıymetli gibi var. Kudak kazganda su içkende kudak hata kazdım. Su içkende kudak kazgıcını unutma diyen gap var. Biz bir yerde sizlerle yaratmak unutmayınız. Sizler doğallıkınızlar için sizlerle şurada tırışmayın,
armay talmay tırşalıklar boğalıklarımızın bu dava, bu meşer bizge yetip geldi ve inşallah biz mi sizlerden mi çoğungur olan tırşalık bilen, sizlerden mi müstehkem boğan dostlukla, kendaşlık bilen bu davanı tehimi aldığı yüksekler. İnşallah pat yakında Şeref Türkistan'daki bayrağını titlep, efesinaga göz alınan oyuncuk vaxtıda vətənimizdeki bölgekini qo'llaydigan